Savsovning oliy mushaviri bu yerga shunyu. Bu aqlli odamga. Bu nima uchun eng oxirida Savsovga yuzsizlik qildi? Nima uchun bu Lyubeyni qishil ketmaydi? Yana undan boshqa shuchu qancha dikaman. Andin Savsovning oliy samog'in demaydigan kim o? Yani Lyubey to'g'riliq nurg'un savollar, nurg'unlarning sishin yoki piyonning qandiki nimalarga javob qaytarmag'ini yoki burun so'zlab bo'lgan kirgan deyishim sabab nima? Hamda bu 4 klassik asar to'g'risida mazmun so'zlayotgan uzoq bo'ldi, 3 yil bo'lib qoldi. Sizlar o'ylagan nurg'unlar amlatni meni g'anju qilib, amlatni ko'rgan, amlatni his qilib so'ragan savollarning hammasining javobini men burun burib bo'lgan. Shuning uchun bu savollarga ata-ata yeni bir qatim zopin ishlab javob berishimning o'rni yo'q. Uning keyindan hamda pinglumchida yaksishimda bir eg'iz gap bilan javob qaytarib bo'lmaydi. Bunday savollarga buning beshi va oxiri va masalan misollari va shuning uchun burunqi zopinlar ko'pay qiying deyishimning sababi shu. Hamda zopin bakchiq sizlarga men naq tepib men bu avat qilolmayman. Shuning uchun mushuni qiziqtirgan do'stlar, shuni ichiga akirib qo'ydim-ku, 3 parchalikni qilsanglar bir tur va g'arbchat ayrim bir tur va shu uch ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ondan uning keyinda nurg'unlar pingning qig'il bo'lmaydi-kan deyotgansizlar. Gwanju qilmaganlarni pingning qilolmas qilib qo'ydim. Nimishqa u meni bir gwanjum qilmaysin, yoqtirmay yoki hurmat qilin deb majatdan bir oddiy bir hurmat tuyg'usi bu. Gwanjum qilmay turib, men nim qilsiz pingning qilib. Meni gwanjum qilmay turib, nim qilsiz menga sishin qilib mendan savol so'rab. Shuning uchun pingning qig'il bo'lmaydi emas. Buludi meni gwanju qilgan bo'lsanglar, aning kayinda pingning qig'il bo'ladi. Hamda nurg'un mazmunlarni so'zlab beraga kasb oddiy gwanjum qilmay bir bekarlik yurakni bir pullanmaydigan denzani qilmay turib to'xtamay savol so'rsanglar albatta mening javob bergim kelmaydi. Hatta o'tganda bir siz sishin qilib yozibdi. Men sizning nurg'un filmlaringizni natijada ko'rmay hozir gwanju qilmadim. Yurakni bermayman, lekin bugungi men filmlarda bak yo'q dedim, shuni sishin qildim dedi. Nima gwanju qilmaysiz, sen javob qaytarmabdi-kan, lohiyalan qilyaptim. Gwanjum qilmasam yurak verishga arzim bo'lmasa bo'ldi. Bundan keyin hech qanday filmni ko'rmasan deb qartizimni qilyaptim. Bundan keyin davomli qo'shta qilmoqchi. Shuning uchun yoqtirdigan meni yaxshi ko'rmasanglar, men mazmunni yoqtirdiganlar bo'lsanglarmi, chuqur bir gwanju qilib bilinglar, bir tasdiq emasdek naringlarga taqashdim, bilmadim. Mushunda qildi ekansizlar. Undan bu to'g'risida so'zlangan savollar yangi mantiqlik bir salmoq va savollarlar olsa piyonching to'xtamay qoldirsanglar keyincha yana zopin ishlab shu savollarga haqiqiy tafsilli javob berma. Natki tayini yo'q savollarni so'rsanglar javob bermay o'tib ketishim mumkin. Undasa bundan keyin davomli yaxshi temalar to'g'risida paralashaylik. Rahmat.